Agar pilotni mazasi qochsa, yo'lovchi samolyotni qanday qo'ndirishi mumkin? Diqqat, bortda samolyotni boshqara oladigan odam bor. Birinchi navbatda uchuvchi o'rindig'iga o'tiring va uni o'zingizga moslab sozlab oling. Dispetcher bilan bog'lanish uchun avval init tugmasini bosing. Reysimiz Aeroflot 1028. Javob bergich qurilmasida 7700 kodini o'rnating va dispetcher bilan bog'laning. Buning uchun PTT tugmasini bosib, shoshilinch signalni e'lon qiling. Pan. Aeroflot 1028 ekipaj hushini yo'qotdi. Parvozni o'z kuchimiz bilan davom ettirishga tayyormiz. Dispetcher sizga pasayij balandliklarini beradi. Aeroflot 308, снижайтесь, эшелон 140. Pasayishni boshlash uchun maxsus tumblerda kerakli balandlikni tanlang va uni o'zingizga torting. Bu yerda dispetcher aytgan tezlikni, mana bu yerda esa yo'nalishni tanlaymiz. Qo'nishga tayyorlanamiz, shuningdek tormozlarni yoqamiz. Uchish-qo'nish yo'lagiga to'g'ri chiqqanda quyidagilarni bajaring. Havo tormozlarini ARM holatiga o'tkazing. Tezlikni taxminan 140 qilib belgilang. Kursni ushlash va pasayish tugmalarini bosing. Tezlik ko'rsatkichi olovrang chiziqdan o'tganda qanotlarning bir pog'ini oldiga chiqaring. Samolyot qo'nishga tayyor, faqat eng oxirida retard buyrug'ini berib, gaz dastasini qo'l bilan eng past holatga o'tkazishingiz kerak. So'ng reversni yoqing va samolyotni pedallar yordamida boshqaring. Bunisi chapga, bu esa o'ngga. Va tormoz. Tezlik 65 uzilga tushganda reversni o'chiring va to'liq to'xtaguncha tormozlating. Samolyot yerda. Barcha yo'lovchilar xavfsiz va sog' holatda. Endi esa uyda xotirjam uyg'onishingiz mumkin.